Tabberlar endi точно xursand bo'lsalar esa bo'ladi. Negaki Free Fire shiklar полностью Free Fire model qilib PUBG ga o'tib ketishadi. Hamma aktiv ana PUBG ga bo'ladi. Biron kun agar mana shunaqa desam agar ishonib o'tirmaydi, xo'p. O'zi kartoshka qiladigan o'yinlarda aktiv bo'lmasa, yana PUBG ga osilib ko'tarilsa edi. Qanaqasiga hozir Free Fire'dagi aktiv PUBG ga o'tishi mumkin. Gapingizga ishonib qo'rqib ketdimiz, PUBG da botlar ko'payib ketadimi deb. Jimgina kartoshka Freeze o'ynab yuravering, PUBG ga osilmasdan to'yboda. O'zijala PUBG Mobile'da aktivning yo'qligidan Free Fire ga osilib olsanu qancha bo'pti. Bunaqa transpashalarga qisqacha gapim bor jigarlar. Eshitdinglar. O'z yigitingnikini og'zingga borib naxoy PUBG akkaunt olgan bo'lsing. O'zijala siskilgan to'qqa o'xshab gapirishingdan bilib bo'ladi sani qanaqa yo'llar bilan akkaunt olishing. Korrekt senga gap qisqasi naxoy. Free Fire ga atvet qilganingni ko'rsam yana og'zingga shunday beraman. 23 ta yo'biring kelib turib menga. "Ne qizim og'ziga beribsan" deydi. Qancha g'ijala.